Salom o'rtoqlar, bugun sizlar bilan sizlarning foydaga chiqishinglar uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan platforma haqida gaplashamiz. Ekranga qarashinglar mumkin. Foydaga chiqishinglar uchun juda ko'plab backtest qilishinglar kerak. Backtest va yana backtest. Bu sizlarni o'zingizlarni birinchi navbatda strategiyalarga va o'zingizlarga bo'lgan ishonchinglarni ko'paytirib beradi. Bu narsani sizlarga hech qayerda hech kim o'rgatib bera olmaydi. Miyangizga qo'yib qo'ya olmaydi. Bu narsa faqat praktika bilan keladigan narsa. FX Replay saytiga kiramiz. Poisk qiladigan bo'lsak, o'zi mana birinchida chiqdi fxreplay.com. Kirasizlar va pochtalar orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Menda o'sha akkauntim borligi uchun sirasi kirib ketdi. Kabinetingizga kirib oldinglar. Kabinetga kirgandan keyin mana pastga tushsanglar, yo bo'lmasa mana o'ng tomon pastga burchakda Noviy sessiya degani bor. Uni tekin versiyasi ham bor. Boshlanishiga sizlarga tekin versiyasi ham yetadi. Noviy sessiyaga kirasizlar. Bu yoqqa ishlatayotgan strategiyangizni nomini, qaysi strategiyani test qilayotgan bo'lsangiz, o'shani yozib oling. Masalan, deylik, SNR. Kimdir SNR ni o'rganib test qilyapti, kimdir ICT. Bu yerga boshlang'ich depozit. Bu yerda hammaga maslahat beraman. Siz backtestni tugatganingizdan keyin qancha depozit bilan bozorga kira oladigan bo'lsangiz, o'sha summani yozing. Deylik, bu yerda $10,000 bilan strategiyani test qilib, ertaga o'sha testdan yaxshi o'tgandan keyin bozorga $100 bilan kirib olmang. Bozorga qancha pul bilan kiradigan bo'lsangiz, ertaga qancha pul tashlab olasiz shu tuzga, o'sha pul bilan test qiling. Deylik, misol uchun $500. Bu yoqqa qaysi parada test qilishingizni tanlaysiz. Masalan, euro USD. Endi euro USD hech kimga qiziq bo'lmaydi, mayli, tilla. Keyin initial data degan joyiga strategiyani qachondan boshlab test qilmoqchisiz. Masalan, 2025-yil 1-yanvardan. Keyingisi bugungi kungacha. Mana bunga bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yoqqa sanay olish shart emas. O'zi har kuni bir kunga so'rilib ketaveradi. Sozdat sessiya qilamiz. Endi platforma sal sekin ishlaydi, lekin sizga foydaga chiqishingizga yetarli hamma narsa bor. Bu indikator kerak emas. Trading bilan почти birga bir. O'zi kerakli instrumentlarni bu yoqdan qo'shib chiqasiz. Time frame'lar mana bu yoqda qo'shilgan. Bozorni yurgizishingiz, mana shu strelkaga bossangiz, bitta yurib ketaveradi. Masalan, bitta zonani oldingiz, mana shu zonaga kelganda, misol uchun tushuntiraman, siz bayga kirmoqchisiz yo bo'lmasa, deylik, selga yuradigan zonani topib oldingiz xatdan. Va shu joyga kelganda narx qanaqa reaksiya oladi, oldindan mana bemalol shunaqa ko'rib, faqat bitimlarni ochayotganda, yopayotganda razmestit zaявка bor, shuni bosib qilsangiz ham bo'ladi. Yo, men сделка ochmasdan faqat deylik, mana bu narsani qo'yib foydalanaman. Примерно stop loss'im mana shu joyda bo'ladi. Take profit kelishganimizda sizlar bilan 1/3 bo'ladigan bo'lsa, bitta 1/3 dan oshib yurgan ekan. Qisqasi, men bu yerda sizlarga nimadir strategiya o'rgatmoqchi emasman. Bozorni yurgizish, test qilish mana shunaqa holatda bo'ladi. Eminna strategiyangiz bo'yicha qanday ishlaydigan bo'lsangiz, xuddi shunday test qilib, bemalol o'zingizni praktikangizni, bilimingizni oshirsangiz bo'ladi. Agar trading bo'yicha yanada ko'proq narsa o'rganishni xohlasanglar, bizning sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizani kuzatishda davom etinglar.